Damas mashinam bilan Amir Temur zamoniga borib kira qilib kelamiz. Like, podpiska bosishni esdan chiqarmanglar. 1370-yil. Amir Temur zamoni. Mahkam ushlanglar, ha? O'zinglarni bosinglar, kelajakdan keldim, bu Damas. Bundan qo'rqmanglar. Biz tomondagilarning joniga tekkan. Sizlarni ham jonlarga tegadi hali. Bekorchilarni Damasimda katatsiya qildirib yuribman. Tezroq yursa bo'ladimi deydi, Anjanni Damaschilarga ro'para qilish kerak. Pavorotni yoqmay burilishdan qilib beradi, keyin ko'rishadi. Birortasini Anjanga olib ketaymikin, nima deysizlar? Mana ularga rep qo'shiqlarini qo'yib beryapman, baloni ham tushunishmayapti yoki akaxonlarini qo'yib beraymi, nima deysizlar? Like, podpiska bosib qo'yinglar. Bularga to'p tepishni o'rgatyapman. Kelajakda 48 ta jamoa bo'lganda jahon chempionatiga chiqmasdan ertaroq chiqib qolarmiz. Nima deysizlar? Bularga telba kinosini qo'yib beryapman. Bular bir ko'rsin, qanaqa yaxshi kinolarimiz bor edi-ya, tanqid qilib yo'qotishdi. Kunimiz Ahadjonga qoldi. Mana men bularga telefonimni qoldirib ketyapman. Yaxshilab o'rganib chiqsin. Kelajakda shu telefonlarni ertaroq biz kashf qilishimizga sabab bo'lsin. Bo'lmasa men uyga